Kardiologiya, kardio yurak, logiya fan, tibbiyotning yurak kasalliklariga oid bo'limidir. Aynan kardiologiya bo'limida yurak kasalliklarining kelib chiqishi, uning mexanizmlari, kasallikning oldini olish sabablari o'rganiladi. Yurak butun organizm umumiy holatining asosi bo'lib, uning ishlashidagi buzilishlar insonning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli kardiologiya tibbiyot amaliyotida muhim o'rin egallaydi va yurak qon tomir tizimiga g'amxo'rlik qilish, ehtiyotkorlik, puxta yondashuvni talab qiladi. Hozirgi kunda yurak kasalliklari tobora keng tarqalgan bo'lib, bunga asosan stress, harakatsiz turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish odatlari sabab bo'lmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Sirdaryo viloyati filialida kasalliklarni erta aniqlash va davolash maqsadida xalqaro standartlar bo'yicha ishlar yo'lga qo'yilgan. Tibbiyot muassasasida yurak ishemik kasalligi, ya'ni stenokardiya va yurak xurujidan keyingi holatlar, arterial gipertoniya, yurak urish ritmining buzilishi, ya'ni aritmiya, yurak yetishmovchiligi, miokardit, perikardit, endokardit, yurak klapanlarining tug'ma yoki orttirilgan nuqsonlari davolanadi. Yurak qon tomir kasalliklarini davolash. Bu yerda yuqori malakali kardiologlar jamoasi ishlaydi. Markazning rentgen endovaskulyar jarrohlik bo'limida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining o'tkazilishi bemorlar uchun ko'plab qulayliklarni yaratmoqda. Murakkab operatsiyalarning yo'lga qo'yilishi, sohada ilg'or ilmiy innovatsion yutuqlarning joriy etilishi, avvalo ularning hayot sifatini oshirishda sezilarli natija ko'rsatyapti. Yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining nafaqat respublika markazlarida, balki viloyatda ham yo'lga qo'yilishi natijasida bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish imkoniyati yaratildi. Sirdaryo viloyati kardiologiya markazida bu borada qanday islohotlar amalga oshirilmoqda? Bu borada bizga mutaxassis batafsil so'zlab beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz o'zi yuqori texnologik operatsiya o'tkazuvchi bo'limda turibmiz. Ya'ni bo'limimizning nomi rentgen endovaskulyar xirurgiya bo'limi deyiladi. Asosan bizning bo'limimizda yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshirilardi. Shuningdek, bu yurak ishemik kasalliklarida infarkt miokard bo'lgan bemorlarda stentlash amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Har kuni biz bu kabi bemorlar 3 ta 4 ta bemorlarga stent qo'yamiz. Bundan tashqari insultni oldini olish maqsadida bo'yin qon tomirlariga ham stent qo'yish amaliyotlarini bajaramiz. Yana sahri bor bemorlarda ko'pincha sahrli diabet kasalligining asorati bo'lgan diabetik to'piq sindromi bor. Это diabetический stopa deyiladi. Bu bemorlarda oyoq qon tomirlarining aterosklerotik blyashkalar bilan to'lib qolish natijasida oyoq qon tomirlarida qon aylanishi buziladi. Ya'ni biz bu bemorlarning oyoq qon tomirlarini ochib, ularni ya'ni nogironlikni oldini olamiz va ularni amputatsiya jarayonidan saqlab qolamiz. Shu kabi amaliyotlar bizda har kun bajariladi. Hozirgi bemorimiz bu erkak kishi 70-yil. Bu bemor bizga shu infarkt miokard kasalligi bilan chalinib bizga keldi. Bularga biz diagnostik angiografiya natijasida ularda oldingi tushuvchi qon tomirlarida bekilishi bor edi. Ya'ni 90-95% ga torayib qolgan edi. Ularga biz bitta stent qo'yish amaliyotini bajardik. Ya'ni ballonli angioplastika va stent qo'yish amaliyoti bajarildi. Bemorimiz yaxshi operatsiya asoratsiz o'tdi. Hozir bemorimiz reanimatsiyada yotadilar bir kun. Ertaga yoki ertadan keyin uylariga javob beraveramiz. Markazda konservativ usullarni, ya'ni dori-darmon terapiyasi, fizioterapiya hamda zamonaviy jarrohlik aralashuvlarini, angioplastika, stentlash va yurak tug'ma nuqsonlarini kam invaziv usulida davolash yo'lga qo'yilgan. Innovatsion tibbiy texnologiyalar, zamonaviy tibbiy uskunalar insult va infarkt kasalliklarini oldini olishda muhimdir. Bu borada viloyat kardiologiya markazida yurak tosh tomirlarining angiografiyasi hamda stentlash amaliyoti o'tkaziladi. Bularning barchasi yurak qon tomir kasalliklarini erta skrining qilishda hayotiy ahamiyatga ega. Siz ko'rib turgan ushbu zamonaviy tibbiy uskuna angiografiya uskunasi bo'lib, bu uskuna orqali yurak qon tomirlarini stentlash amaliyotlari amalga oshiriladi. Bu angiografiya uskunasida o'sha nafaqat yurak qon tomir sistemasi, butun organizmdagi har bitta arteriya hamda vena qon tomirlariga o'zgarishlar hammasini o'sha angiografiya uskunasi yordamida biz diagnostika qilamiz, kerak bo'lsa davolaymiz. Bularda o'sha yurak qon tomirlarining diagnostikasi hamda stentlash amaliyoti, yurak qon tomir sistemasiniki, bo'yin qon tomirlari, oyoq qon tomirlari, o'sha darvoza venalariga kava filtr deymiz, kava filtr qo'yish amaliyotlari hamda yurak tug'ma nuqsonlarida yurakda o'sha okklyuder amaliyotlarini qo'yish amaliyotlarini bajarish hammasi shu angiograf uskunasi yordamida bajariladi. Tekshiruv mobaynida shu tasvirlarni to'g'ridan-to'g'ri ekranga chiqarib beradi. O'sha eski rentgen apparatlariga o'xshagan emas bu.
Bu xohlagan vaqtda bemor qimirlab yotadi, o'zini shu dugasi deymiz, dugasi har xil holatlarga keladi. Xolasi bosh tomondan, xolasi oyoq tomondan, xolasi yon tomondan har tomonga harakatlantirib, buni bemor qimirlamagan holda apparatning o'zi har tomonga harakatlanib, o'sha kerakli bo'lgan tasvirlarni olib beradi bizga. 2010-yillardan o'zi tarqalib O'zbekistonga kirib kelishi boshlagan. Shu apparat kirib kelganda, shu Siemens apparati, Philips apparatlari kirib kelgan. Bu apparatlar shu zamonaviyligi jihatdan bizga qulaylik yaratadi. Eski rentgen apparatlariga qaraganda bu yerda nurlanish kam. O'sha rentgen hammasi nurlari bilan o'sha sifroviy formatda chiqarib beradi. O'shaning uchun bu yerda bemorga ham, ishlaydigan vrachga ham qulaylik yaratadi. Tashxislashda o'sha qon tomirlarida tasviri aniq ko'rsatib beradi. O'shaning uchun bu sifroviy deyiladi. Shunga yaxshi. Xohlagan vaqtda katta qilib beradi, xohlagan vaqtda kichkina qilib beradi. Yana bemorlar uchun qulayligi bu apparatimiz yordamida tekshirishimizda bemorga biz narkoz bermaymiz. Hammasi o'sha mahalliy og'riqlantirish yordamida narkozsiz qilinadi. Bemorni muolajaning keyingi tiklanish davri juda tez bo'ladi. Kerak bo'lsa diagnostikadan keyin 1-2 soatdan keyin biz javob beraveramiz uyga, operatsiyadan keyin 2 kun, 1 kun, 2 kun ichida uyga javob beraveramiz. Chunki bu yerda o'sha maloinvazivligi hisobiga kasallikdan keyin tiklanish davri juda qisqa. Angiograf uskunasi orqali quyidagi aytganimdek diagnostik va xirurgik amaliyotlarni bajaramiz. Ya'ni shu uskuna orqali bizda qon tomirlarini hammasini ko'rib olamiz. Tushunyapsizmi? Kontrast modda yuboramiz va shu rentgen nurlari natijasida bizga ochiq kartina hosil bo'ladi. Shu orqali biz ko'ramiz, qayerda torayishi bor, qayeri yopilgan va shunga qarab biz amaliyot bajaramiz. Demak, mazkur zamonaviy tibbiy uskuna infarkt, insult kasalliklarini oldini olishda qo'llaniladi. Juda ko'p qo'llaniladi. Ya'ni bundan 10-15 yil oldin respublikamizda faqat shu respublika miqyosida bor edi. Hozir bizda ham shu 5-6 yildan beri shu bemorlarimiz qiynalib respublikaga yoki chet davlatlarga borib o'tirmaydi. Hamma operatsiyalarni o'zimizda bajaramiz shu angiograf apparati ostida. Eng avj olgan kasalliklar bu yurak ishemik kasalligi hisoblanadi. Afsuski, bundan 15-20 yil oldin bemorlar asosan infarkt desa biz 50 yoshdan yuqori bemorlarni nazarda tutardik. Hozir bu bemorlar hammasi yoshargan. Bizni praktikamizdan kelib chiqadigan bo'lsa 25 yoshli bemorga ham biz stent qo'yganmiz. Ya'ni bu bemorlar kundan kunga yosharib boryapti. Asosan shu 80-90% bemorlarimiz bizga keladigan bemorlarimiz bu yurak ishemik kasalliklari bilan kasallangan bemorlar hisoblanadi. Yurak qon tomir tizimi kasalliklari dastlabki bosqichlarda yashirin tarzda o'tishi mumkin. Bu esa diagnostikani yanada muhimroq qiladi. Kasallikni erta aniqlash va vaqtida davolash prognozni sezilarli darajada yaxshilaydi hamda asoratlarning oldini oladi. Markazda bemorlarga yuqori sifatli tekshiruv, diagnostika va davolashni taqdim etadigan keng qamrovli kardiologik xizmatlar olib boriladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa kasallikni barcha bosqichlarida samarali yordam ko'rsatishdir. Fidoyi xodimlar bemorlar xizmatiga hamisha shay. Shifoxonaning ushbu bo'limida ham ular uchun qulayliklar yaratilgan. Shifokorlar bemorlarni bilimi bilan davolaydi. Yuragi bilan xasta yuraklarga malham bo'lishga harakat qiladi. Keldim, meni ko'rdi, bu yerda kardiogrammaga tushdim, ehoga tushirdilar, analiz topshirdilar. Hammasi joyida, juda ham yaxshi. Hammasi. Keyin meni yotishga yotqizdilar. Juda ham yaxshi davoladi. Men shifokorimdan minnatdorman. Bugungi kunda mana bilamizki, Yevropa gipertoniya kasalligi aholi orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu o'sha kundalik hayotimizda uchraydigan oddiy elementar narsalar bilan bog'liq. Bu gipertoniya kasalligini kelib chiqish sabablari haqida bizga ma'lumot bering. Gipertoniya kasalligi hozirgi kunda avval yoshi kattalarda uchragan bo'lsa, hozir yoshlarda ko'proq uchrayapti. Bunda xavf omillari birinchi o'rinda nasliy moyilligi bor bo'lsa, hozirgi kunda yoshlarda stress ko'p kuzatilyapti, kam harakatlik, gipodinamiya kuzatiladi. Ratsional ovqatlanish tartibi buzilgan, ko'proq o'sha ko'chadan ovqatlanish, fast foodlar yeyish, gazli ichimliklar ichish, spirtli ichimliklar iste'mol qilish, bular hammasi o'sha gipertoniya kasalligini qo'zg'atishga olib keladigan omillar hisoblanadi. Endi gipertoniya asosan uni keltirib chiqargan asosiy kasalliklari bo'ladi. Shu boshqa kasalliklar asorat sifatida bo'ladi gipertoniya.
Masalan, u ham xuddi kechasi uxlamaslik, surunkali stress oqibatida bo'lishi mumkin. Biqoq kasalliklarda arterial qon bosimini tushishi kuzatiladi. Zaharlanishlarda bo'lishi mumkin. Miokard infarktini asoratlaridan ham hisoblanadi arterial qon bosimini tushishi. Qon bosimini ko'tarilishi natijasida o'sha miokard infarktlari kelib chiqadi-da, o'sha miokard infarktlaridan keyin gipotoniya, ya'ni qon bosimini tushishi kelib chiqadi. Infarkt kasalliklarini asosiy keltirib chiqaruvchi omillar nima? Infarkt kasalliklarini asosiy keltirib chiqaruvchi omillar bu ham albatta nasliy xavf omiliga kiradi. Gipertoniya kasalligi, qandli diabet bor bemorlarda ko'proq kuzatiladi. Kam harakatlik, ratsional ovqatlanish buzilishi, noratsional ovqatlanish, kam harakatlik, spirtli ichimliklar iste'mol qilish, tamaki chekish bularga infarkt kasalligini keltirib chiqaruvchi sababchilardan biri hisoblanadi. Ateroskleroz qon tomirlarida aterosklerozni yuzaga kelishini oqibatida yuzaga keladi. O'sha miokard infarktlari. Shifoxonada mana shu kasalliklarga qanday davolash choralari ishlab chiqilgan va yo'lga qo'yilgan? Shifoxonamizda asosan medikamentoz davo yo'lga qo'yilgan. Dori-darmon orqali birinchi yordam ko'rsatiladi. Masalan, miokard infarkt kelganda reanimatsiya bo'limimiz bor, reanimatolog vrachimiz bor, shifokorimiz bor. Birinchi yordam ko'rsatilib, bo'limda ham o'sha birinchi yordamdan keyin davo choralari davom ettiriladi bo'lim. Yurak yetishmovchiligi asosan yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, gipertoniya kasalligi yuqori bosqichlarda bo'lgan bemorlarda asosan yuzaga keladi. Yurak ishemik kasalligini standart davosi bor. Standart davosini o'sha umrbod ichib yurish tavsiya qilinadi. O'sha dori-darmonlar. Dori-darmonlar. Keyin yurak ishemik kasalligini keltiruvchi sabablarni oldi keltirib chiqaruvchi sabab birinchi davolanadi. Piyoda yurish 5-6-10 kilometrgacha piyoda yurish, ratsional ovqatlanish, ovqat yegandan keyin ozgina dam olib piyoda yurish tavsiya qilinadi. Tamaki chekish mahsulotlarini umuman iste'mol qilish to'xtatish kerak, spirtli ichimliklarni, alkogolni iste'mol qilish to'xtatish kerak. Yurak kasalliklarining profilaktikasi. Shifoxonada kasalliklarni nafaqat davolash, balki ularni oldini olishga ham katta e'tibor qaratilgan. Malakali kardiologlar bemorlar hayot sifatini yaxshilashda jismoniy faollik, yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash uchun moslashtirilgan mashg'ulotlar rejasi, stressni nazorat qilishda, kasalliklar xavfini kamaytirish uchun psixo-emotsional kabi jihatlarga ham e'tibor qaratishgan. Bilamizki, hozirgi zamonaviy tibbiyotning asosiy yutug'i kasallikni davolash emas, kasallikni oldini olishga qaratilyapti. Ushbu kardiologiya yo'nalishidagi kasalliklarni oldini olish uchun xalqimizga nimani tavsiya qilasiz? Bu kasalliklarni asosiy kelib chiqishini, ya'ni shu omillarni bartaraf qilish kerak. Ya'ni bu birinchisi gipertoniya kasalligi bor bemorlar vaqtida dorilarni ichib, o'zlariga qarab davleniyalarini kontrol qilib yurishlari kerak. Ya'ni sahri bor bemorlar ham xuddi shunday. Ya'ni yosh avlodga shu tavsiyamizki, sport bilan shug'ullanish kerak. Ovqatlanish tartibiga rioya qilish kerak va sog'lom turmush tarziga ham amal qilish kerak. Kelajakda bizning rejamiz juda ko'p. Biz asosan shu insultni oldini olish maqsadida hozir bo'yin qon tomirlariga stent qo'yapmiz. Lekin yaqin kunlarda xudo xolasa, ya'ni o'sha bemorlar, insultga chalingan bemorlarni oltin vaqtida olib kelib, ularga sirazi tromb ekstraksiya amaliyotlarini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan tashqari ya'ni klapanli patologiyalar bo'lgan bemorlar, ya'ni aortan kritik aortalniy stenoz bemorlar bo'ladi. Ya'ni ularda 80 yoshdan yuqori, 75 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlar, ularga ochiq operatsiya bir juda xavfli hisoblanadi. Ya'ni ularni shu klapanlarni almashtirish, yangi klapan protezlash amaliyotlarini yo'lga qo'ymoqchimiz. TAVI deb nomlanadi. Amaliyotimizning nomi shu amaliyotni yo'lga qo'ymoqchimiz yaqin kunlarda. Bu maskanda men 8 yil, 9 yil davolanaman. Menda yurak xuruji bo'lgan va bundan 2 yil oldin 2024-yil sentyabr oyida stent qo'ydirganman bo'yin orqali. Xudoga shukr, mana hozir ancha yaxshi. Shu markazni xodimlariga, mana shuni vrachga katta rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shunday bo'limga kirishda nechta bemorlarni ko'raman, 2 kishi tayanib olib kiradi, ketishda hammasi gerdayib ketadi-da. Shunchalik
yaxshi qaraydi. Oilangizni bag'riga xursand bo'lib ketishadi. Mana shunchalik yaxshi. Sog'lomlashtirish va reabilitatsiya bo'limimiz 2019-yilda tashkil topgan. 2019-yildan beri shu yurak ishemik kasalliklari, gipertoniya kasalligi, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda muntazam ravishda davolanib kelamiz. Bo'limimizda jahon standartlariga mos keladigan jamiki tekshiruvlarimiz bor. EKG, echo, Holter monitori, koronografiya amaliyotlari bajarib, stentlash amaliyotlari ham o'zimizning shifoxonamizda bajarilib kelmoqda. Bemorlarimizni 5 kun, 10 kun davomida davolab, uylariga sog'lom holatda qaytarishga harakat qilyapmiz. Endi bizda asosan bemorlarimiz yoshi katta bemorlar, asosan bemorlarimizda ko'proq gipertoniya kasalligi, yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarda profilaktikasi bo'yicha ish olib boramiz. Davolash rejalarimizda hammasi standart asosida olib borilmoqda. Asosan mana shu kardiologiya yo'nalishida ko'proq qaysi kasalliklar avj olgan? Hozirgi kunda avj olayotgan kasalliklardan birinchi navbatda yoshlar o'rtasida yurak kasalliklari ortib boryapti. Ming afsuski, buning asosiy sabablaridan biri bu sog'lom turmush tarzini yo'qolib borayotgan, ya'ni yoshlarda jismoniy faollikning kamayishi va noto'g'ri ovqatlanishni kirib kelishi natijasida, yengil hazm bo'ladigan ovqatlanish natijasida jismoniy mehnat yo'qolib, fizik nagruzkani kamayib ketishi natijasida yurak kasalliklari yosharib bormoqda. Yurak kasalliklarining eng asosiy sabablari bu asosan kam harakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmushga rioya qilmaslik natijasida kelib chiqadi. Buning eng asosiy ildizini sababi shunda. Ming afsuski, hozirgi kunda zamon tezlashyapti, internet ommalashib boryapti. Bularning natijasida harakat kamayishi va oziq-ovqatlarni ham turlarini har xil fast foodlar, boyagidek yengil hazm bo'ladigan ovqatlarni ovqatlanishlari natijasida bemorda jismoniy faollikning kamayib ketishi va pastijda lipoproditlarni tomirlar devori ko'tarishi natijasida yurak ishemik kasalliklarining ortishi avj olib bormoqda. Yurak xastalansa bu asosan yurak ishemik kasallik bo'lib keladi. Ya'ni qon bosimi oshishiga, stenokardiyaga, infarkt, insultlarga xavfli asoratlar olib kelishi mumkin. Kompleks yondashuv bemorning jismoniy va psixologik salomatligini inobatga olish muhimdir. Doimiy tekshiruvlar va erta diagnostika orqali xavflarni kamaytirish mumkin. Tajribali kardiologlar jamoasining mahorati, bilimi va ko'nikmasi yurak kasalliklarini diagnostika qilish va davolashda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Men Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanining Bo'ston qishlog'idan kelganman. 2010-yili shu yurak masalasi bo'yicha kasal bo'ldim. Oqoltin tumani birlashmasiga kelgandim. Ular meni больницаga jo'natishdi. 2022-yilda ahvolim yana yomonlashdi. Shu больницаga 30-noyabr kuni 2022-yili tushdim. Bular meni ko'rdi, operatsiya qilib, mana eson-omon bola-chaqamni, nevaralarni oldiga keldim. Shu kelganimdan baqiga 22-yili may oyida xullas har yilda kelib davolanib ketyapman. Bu yerdan hamma bemorlarim yaxshi davolanib chiqib ketyapti. Men ko'p больницаlarda o'tganman, lekin bunday o'zimizni Sirdaryo viloyatida mana shunday sharoitni yaratib qo'ygan uchun davlatimiz rahbariga kattadan katta rahmat. Navbatdagi bemorimiz 61 yosh, yurak ishemik kasalligi bilan va qandli diabet bilan kasallangan bemorimiz. Bularda oldingi tushuvchi tomirning o'rta qismida torayish aniqlandi bizning tekshiruvlarimizda. Hozirgi amaliyotimiz tekshiruvda bitta tomirda, ya'ni oldingi tushuvchi tomirda zararlanish aniqlandi. Shu zararlanishni bartaraf etish uchun bu yerga bitta stent implantatsiyasi amaliyotini o'tkazdik. Amaliyot muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimiz bundan xursand. Stent implantatsiyasidan keyin bemorda shunday yengillik bo'ladi, ya'ni u yurganda, harakatda hansirashlari, harakat cheklanishlari to'xtaydi. Ya'ni angiograf apparati orqali bemorni biz stentlash amaliyoti o'tkazamiz va koronografiya tekshiruvini o'tkazamiz va boshqa amaliyotlar ham shu apparat orqali o'tkaziladi. Zamonaviy kardiologiya xizmati faqat kasalliklarni davolash bilan cheklanmaydi. Ushbu yo'nalishda aholi o'rtasida profilaktik choralarni shakllantirish va o'rgatish, oddiy ammo hayotiy usullarni targ'ib qilish bilan ham shug'ullanish yo'lga qo'yilgan. Bu esa aholini umumiy sog'lomlashtirishga hissa qo'shadi.